Aziz vatandoshlar, navbatdagi reysimiz bo'lyapti. Har doimgidek Qo'yliq vodiy pitagidan avtobus ko'rishlar mumkin. Yangi avtobus davlat tomonidan qo'yilgan O'zavtotrans. Avtobuslar hammasi O'zbekiston nomerida bo'ladi. Adresimiz har doimgidek Qo'yliq vodiy pitagi. Qo'yliq vodiy pitagida joylashganmiz. Mana ko'rishlar mumkin. Toshkent Moskva kassasi. Reyslar haftada 4 kun bo'lib o'tadi. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari. Avtobusimizni ichki sharoitini ko'rsatib o'taman. Avtobuslar mana O'zbekiston nomerida. Bemalol kelib ketishingiz mumkin. Bir zumda aytdim, ismingiz nima deb yozasiz? Ayollar, yosh katta opalar hammasi mana oldida o'tirishadi. Qolganlar bilet bo'yicha pamesdan. Avtobusni ko'rishingiz mumkin. Komfort, hamma sharoitlari bor. Har bir sideniyada zaryadli ustroysolarimiz bor. Monitorlar ishlab turibdi. Issiq suv, sovuq suv, kullar. Mana bunaqa har bir sideniyada zaryadli ustroysolarimiz bor. Shu yonib turganlar hammasi telefon zaryad qilish uchun. Sidenaning orqasida turganlar. Bemalol kelib ketishingiz mumkin. Problema yo'q. Qoladisan berib. Qalay opa, yaxshi ketyapsizlarmi? Yaxshimiz, Xudoga shukr. Zo'ra? Siz yaxshimisiz? Rahmat. Endi yangi bloger. Telefonlarimiz 90li 27401, 98li 3ta07401, 94li 3ta07401. Rossiyskiy nomerlarimiz +7 981 3ta07401, +7 982 3ta07401. Bemalol telefon qilib kelib ketishingiz mumkin. Telefonlarimizda WhatsApp, Telegramlar bor. O'zingizlar qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Adres aytib o'taman yana: Andijon, Qo'qon, Farg'ona pitagi, Toshkent, Qo'yliq vodiy pitagi, Toshkent Moskva kassasi.